Menimcha Madi bunga hali tayyor emas edi. Hozir Madining adalari bilan gaplashib, bitta kelishib prank qilamiz. Yomon bo'ladi, qarab turinglar. Tayyormisizlar? Madi kiyot. Urushaman-ku. Mana qachondir siz urushib berganman. O'sha kimgadir aytganmisiz oldin? Yo'q, Hech kimga aytmagansiz. ichimga yutgan bo'larlarim. Siz davay kimga uydagilarga telefon qilib aytib bering. Aytib ko'raylik. Kimga ayting? Vaqt-vaqting. Ketdi, davay adingizlarga. Xudo. Kech kelding deyapti, uxlab qolsiz deyapti. Mana bunaqa qilasiz. Davay. Alo, assalomu alaykum, otajon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qizim yetib oldingmi? Ha, bez taqmadimmi? Nima gaplar? Korоче, 2 ga kelishim kerak edi-ku. Hop. O'shanga Timur aytibdi, kech keldingiz, ko'p uxlab qolyapsiz, gapiryapti-da. Ha, endi kech qolayotganing to'g'ri. Ha, to'g'ri. Aytibdi, kech qolayotganingga bahra bosh kerak-da. Adu? Timur haqmanmi, haqmanmi? Endi erkak kishi haqda hamisha. Onamlarga qilsam bo'lar ekan.